Har safar eshikdan kirganda boshlardik videoni, bu safar o'zgacha balkondan boshladik. Uyingiz bo'lsa-yu, mana bunaqa balkonda mana bunaqa vid bo'lsa, piramidning oldida. Zarafshon City'ga kelganmiz. 85 kvadratlik kvartiramiz. Bu yerda remont podklish qilganmiz. Hozir uyning ichiga kirib, nima ishlar qilingan hammasini ko'rsatib o'tamiz. Balkondan kirganda to'g'ri mana shu zalga kiramiz. Pardalarni yo'q ko'ring, chiroyliroq ko'rinadi. Mijozimiz mana mebellarni hammasini o'zlari olibdilar. Juda bir fayzli, chiroyli, kattagina hashamatli zal bo'libdi. Stol, stullarni chiroylisini tanlashibdi. Ko'rsangizmi, bu yerda pannoq qilganmiz. Polностью neoklassikada bajarilgan kvartiramiz. Bu xonadonimizga 3 oydan ortiqroq ustalarimiz ishlashdi. Ancha-muncha ishlarni qilib qo'ydik bu yerda ham. Mebel jihozlar bilan jihozlangan. Hozircha hech kim yashamaydi. Tez orada ko'chib kelishmoqchi. Juda bir chiroyli chiqqan. Televizor, bitovoy texnika, hamma narsa bitib bo'lgan bu yerda ham. Keling, hozir boshqa joylarga ham o'tib, koridorlarni, kuxnyalarni va yana ikkita spalnyani ko'rib chiqamiz. Bu yerda o'zgacha mebellar qilingan. Ularni ham hammasini ko'rsatib o'taman. Mana bu koridor qismi. Koridorni qarang, qanaqa. Hamma joy oppoqgina, chiroyli, eshiklarimiz rossiyskiy, kafellarimizni ko'rishingiz mumkin. Xitoy keramogranitlardan qilingan. Chap tomonimizda mana bu eshigimizning orqasida oshxona joylashgan. Bu shkaflarimizni ko'rishingiz mumkin. Bular hammasi o'zimizning tanish mebelchilar qilingan. Mana kuxnya. Kuxnyaga kirsangiz, kuxnyamiz ozgina kichkina bo'lsa ham, hamma jihozlar joylashtirilgan joy-joyida. Mana bu stol o'tirishga ikkita stulchikni qo'yib, 3 kishi bemalol o'tirsa bo'ladi. Bu yerda mikrovolnovka, bu tomonda kotelimizni joylashtirganmiz. Mebellarni ko'rsangiz, juda ajoyib chiqqan. Ranglari ham o'zgacha. Hammasi dizayn asosida qilingan. Xo'p, keyingi xonaga kiramiz. Bu yerda ham spalnya, ham o'tiradigan joy qilib qo'yishgan. Hozircha bitta spalnya ispo'zib qilishyapti, bittasini o'tiradigan joy. Bu xonaga ham kiramiz. Keling. Bu xonaga kirganda bu xona ham yob-yorug', pardalari ham oq, mana bunaqa dekorativ narsalarni qo'yib qo'yishgan, shkaflari bor. Bu yerda tualet stolikga joyi bo'lmagani uchun решение nima devorga berganmiz. Juda bir ajoyib chiqqan. Bu xonadonimizga 35 mingcha atrofida pul ketgan. Hammasi sifatli narsalardan ishlatilgan ikkita sanuzeli bor. Bitta родительский spalyaning ichida sanuzel bor. Yana общий sanuzilimiz bor. Hozir ularni ham ko'ramiz. Ozgina sanuzellarimizning ichi bardaqroq. Hamma narsalarni olib kelib o'sha yerga tiqib qo'yishgan. Kirib ko'rishingiz mumkin. Hamma narsani joy-joyiga joylashtirganmiz. Ikki xil keramogranitdan foydalangan. Bu yerda Xitoy santexnikasi turibdi. Hammasi juda sifatli, haqiqiy santexnika turibdi. Xo'p. Yana bitta mana bu yerda родительский spalnyamiz bor. Родительский spalyaga kirganda mana bu yerda chap tomonda родительский sanuzel bor. Hozir buni ichini ochamiz, sizga ko'rsataman. Kirganda to'g'rida висячий unitazimiz bor, gigiyenishli dush, chap tomonda rakvinasi, chiroyli pasvetkali oynasi, chiroyli uголок qilib dush kabina yasaganmiz. Ichida bemalol cho'milishga. Xo'p, endi keling ichkarini ko'rsataman sizga. Ichkariga kirganda родительский spalyaga o'xshaydi. Hamma pollarimizni, laminatlarimizni uyning egalari o'zlari gilam yopib, laminatlarimizni yashirib qo'yibdilar. Laminati ham juda ajoyib. Keling, ozgina ko'rsataydi buni sizga. Mana bir ajoyib rangda turibdi. Yog'och rangda, yong'oq rang. Kirganda bunday kirsangiz, qani spalnya deysiz? 4 tomon devorga o'xshaydi. Bir tomonga qarasangiz, bu tomon shkaf. Shkafning ichida mana qarang. O'zgacha mebel yasalgan. Bunday tushirsak, sekin mana oyoqlari chiqib keladigan. Kravatimiz o'zini matrasi bilan, rezinkalari bilan boylab qo'yilgan, chiroyli bir dizaynda turibdi. Buni kerak emas payti joyiga ko'tarib, sekin mana bunday qilib, sekin bitta qo'l bilan chiqarsa bo'ladi mana. Buni qarang, qanaqa akkuratni joyiga tushadi. Xon taxtani qo'yib, ko'rpachani qo'yib, televizor tomosha qilib, bemalol o'tiradigan xona bo'lgan. Kichkinagina xonaga juda chiroyli yechim bo'lgan. Kimgadir mana shunaqa remont podklish xizmatlarimiz kerak bo'lsa agar bizlarga murojaat qiling. Yoqqan bo'lsa like bosing.